Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2025-yil 14-may. Xudo xolasa bu ham bog'imizdagi yangi navlardan biri. O'tgan yili Yevropadan keltirilgan va mana shu yerda ko'kka qora qilib hayvon qilingan Jumbo uzun navimiz. Bu ikinchi klass kishmish oq uzun hisoblanadi. Mana bu guldan keyingi holati boshlarini. Mana bu bandi o'ta mustahkam uzun ekan, bu va mustahkam. Mana bu uzun navimiz go'shtlari zich. Shirasi o'tgan yilgi nishona hosilni o'lchaganimizda 21-22 briks chiqqan. Ichida rudimenti bor, ikinchi klass kishmish hisoblanadi. Yomg'irga, yorilishga chidamli uzun navi deb yozilgan. Buni endi yillar davomida kuzatib javobini ayta olamiz. Hozir aniq hech narsa deyish qiyin, chunki bu navimiz o'tgan yilda o'zi kirib kelgan, yurtimizga yangilik. Kaltak surishi ajoyib. Ba'zi bir navlarga o'xshab quyoshda orqaga qaytib qolmaydi. Go'shtlari zich. Kasallikka chidamliligi o'rtacha. Buni hozircha meni e'tiborimni tortgan tomoni bandi o'ta mustahkam ekan. Mana shu bandi. Mana bu ham bandi. Boshqa uzunlarga nisbatan buni bandi 2 baravar qalin ekan. Hozircha birinchi yilgi fikrim shunday. Xudo xolasa buni yillar davomida ko'rsatib, o'rganib boramiz. Inshaalloh bu Jumbo navimiz kelajakda o'zini ko'rsatadi degan umiddaman. Bizlarni kuzatishni davom etinglar. Bu yog'iga bundan ham yangi navlarni ko'rsatishni biz ham davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.